Davlat kanalizatsiyasi kelmagan bo'lsa, endi bu muammo emas. Axlatni 98% gacha toza suv holatiga keltirib, chiqarib yuboradigan mana shunaqangi avtonomli Topos kanalizatsiyalari Farg'onada ishlab chiqarilayotgan qadrdonlar. Bu rossiyskiy texnologiya, o'zimizda Farg'onada ishlab chiqarilayotgan. Ko'rib turganinglar katta zavodga moslashtirilgan. Buni 4 kishilik xonadonlardan boshlab katta zavod, fabrikalar, hattoki maktab, bog'cha, katta sitilarga moslab berisha olar ekan. Aynan bu ko'rib turganimiz aytib o'tdik, katta pomishcheniya uchun deb. Qadrdonlar, bunga hech qanaqangi ximikat solish shart emas. Shunchaki axlat bu yerdan tushadi. Bu yerda o'zini o'zi tozalovchi moslamalar bor. Tozalab, narigi tomondan 98% gacha tozalab, oddiy suv qilib chiqarib yuboradi. Oddiy suvni mana shunaqangi bog'larga yoki bo'lmasam oddiy yerga singdirib yuborsangiz ham bo'ladi. Turganlar 9 kishilik, 15 kishilik, 12 kishilik katta xonadonlar uchun moslashtirilgan kanalizatsiyalar. Eng zo'r tomoni qaranglar, chirimaydigan mahsulot. Ya'ni bu avtonomli kanalizatsiya, hech qanaqangi bunga ximikat, har xil turdagi bakteriyalar solishni hojati yo'q. O'zini o'zi ishlaydi deb aytib o'tdik. Ya'ni davlat kanalizatsiyasi bormagan katta-katta dom quruvchilar uchun, maktab, bog'cha, gostinitsa, xullas zavod, fabrikasi bolalar uchun zo'r imkoniyat. Xonadonlar uchun ham osilab bo'ladi. Narxlari o'rtacha 18 million so'mdan boshlanadi qadrdonlar. Telefon raqamlari pastda bo'ladi. Foydali videoroliklarni ko'proq chiqarishimiz uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlardan pul olmaydi, bitta bosasizlar, tamom. Har kuni sizlarga foydali videolarni ko'paytiramiz. Qadrdonlar, telefon raqamlari pastda bo'ladi.